Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Qashqar viloyati atalmish tarbiyalash markazlarini maxfiy tutish haqida maxsus hujjat tarqatdi. Xitoy Amerika bilan savdo va iqtisod hayotini uchrashiga doir bayonot e'lon qildi. Saudiya Arabiston 51 davlatga elektronlik viza tizimi yo'l qo'ydi. Pokistonlik yertavrash o'lganlarning soni ko'paymoqda. Bugun Istanbulda yertavrash yuz berdi. To'la esnash qisman kasalliklar giribtor bo'lganligining signal bo'lishi mumkin. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərdə Qashqar viloyatlik partikomining har qaysi yezi bozor va idora jamiyatlarga atalmish tarbiyalash markazlarining maxfiyatligini qattiq saqlash uchun kasbiy texnikaviy tarbiyalashning maxfiyatlik xizmatini qattiq ching tutish haqida uqtirishnomidagi muhim hujjat tarqatib, kasbiy tarbiya xizmatining partiya markaziy komissiyasining bir tutash qo'mondonligida olib berilayotgan atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partikomi ijro qilayotgan strategik bir muqimlik tadbiri ekanligi eskartilib, bu xizmatga aloqador har qanday bir uchurni chet eldagi atalmish 3 xil kuchlardan qat'iy maxfiy tutish ta'kidlangan. Hujjat Qashqar viloyatlik muqimlik xizmat guruhi qo'mondonlik shtabi tomonidan chiqarilib, tavallikdagi har darajalik idora jamiyat, yezi bozor, kent aholi komissiyalariga tarqatilgan ekan. Mazkur hujjatda oldi bilan kasbiy texnik tarbiya xizmatining partiya markaziy komitetining o'rlashtirishi, qo'llashi va qo'mondonligida Uyg'ur avtonom rayonlik partikomi ijro qilayotgan markaziy hukumatning Shinjon xizmat ko'rsatmasidagi strategik bir tadbir ekanligi eskartilgan. Mazkur uqtirishda bu hujjat ruhining o'y-mo'y bildirilishi, hamma kishiga uqtirilishi, jamiyatda tarbiyalash markazlariga oid uchurning mutlaq maxfiy ekanligini bilmaydigan odam qamaslik talab qilingan. Ilgirmo tarbiyalash markazlarini maxfiy tutish haqida boshqa viloyatlarda o'xshash hujjatlar chiqarilgan bo'lib, Xotandagi adliya punkti xodimi lagerlarning maxfiyatligini saqlash haqida qizil boshliq hujjat bog'liqini pash qilgan edi. Bu vaqt fikr bayon qilgan Washingtondagi siyosiy kuzatuvchi Elshad Hasan apandi, uqtirishning o'y-mo'y tarqatilish talabiga asosan ta'kidlanayotgan atalmish maxfiyatlikning faqatla chet eldan maxfiy tutish ekanligini, Xitoyning o'zi ishlayotgan bir jinoyatni e'tirof qilish mohiyatidagi bir material, ya'ni paket sifatida qaralishga bo'ladiganligini ta'kidlagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Xitoy bilan Amerikaning muavin ministr saviyasidagi hayotlarining savdo muzokaralarining ijobiy o'tganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Gen Shuang axborot yig'inida oldin qapda ikki tarafning muavin ministr saviyasidagi hayotlarining poytaxt Washingtonda o'tkazgan uchrashuvi to'xtalib, Xitoy Amerika savdo va iqtisod hayotlari Washingtonda muavin ministr saviyasida muzokara o'tkazganligi, o'rtaq qanishlarga sabab bo'lgan iqtisod va savdo munosabatlari haqida ijobiy muzokaralar olib berilganligi, kelar oy Xitoy Amerika bosh muzokarachilar tomonidan Washingtonda o'tkazilgan 13-navbatlik Xitoy Amerika savdo va iqtisod yuqori saviyalik muzokarasi uchun konkret belgilamalari samimiy bir shaklda muzokaralashganligini bildirib, har ikki tarafning munosabatli temalarga doir yaqin aloqani qo'g'dab qilishda fikr birlik hosil qilganligini bildirgan. Xitoy bilan Amerikaning iyul oyining oxirida Shanxayda o'tkazgan 12-navbatlik savdo muzokaralari Xitoyning va'dasi turmay kelishimdan yenib olganlik sababidan natijasiz oxirlashgan edi. Xitoyning pul birligi yuan bo'lsa 12-navbatlik muzokaradan keyin dollarga selishtirganda yaqinqi 12 yildan buyanqi eng tuban saviyaga tushirilgan bo'lib, uningga qarata Amerika xazina ishlari ministrligi Xitoyni tashqi perevod aldamchilik qilish bilan ayblagan edi. Saudiya Arabiston Riyaz gazetining xabariga asoslanganda, Saudiya Arabiston yaqinda 50 million odam qatim sayohat va ziyorat viza tarqatishni nishon qilgan bo'lib, Yevropa, Osiyo, Amerika qit'alaridagi davlatlardan ko'plab sayohatchi jalb qilish, shu orqali Saudiya ishki bozorini jonlantirishni maqsad qilgan. Saudiya Arabiston hukumatı 27-sentabrdan boshlab 51 davlatga elektronlik viza yoki ayirdirimli viza olish qatorliq e'tibor tuzumlarini yo'lga qo'ydigan bo'lib, viza haqqi 300 riyal, tibbiy sug'urta 140 riyal, jami 440 riyal bo'ladi ekan. U viza orqali Saudiyada 90 kun tursa bo'ladi ekan. Elektronlik viza talab qilishda Saudiya tashqi ishlar vazirati to'rbeti yoki Saudiya ayirdirimidagi avtomatik mashinadan olsa bo'ladi ekan. Elektronlik viza olsa bo'ladigan davlatlar ichida Yevropa, Amerika qit'asi davlatlaridan boshqa yana Xitoy va Qozog'iston qatorliq davlatlar mubob bo'lib, chet ellarda Xitoy yoki Qozog'iston pasporti bilan turayotgan kishilarning Saudiya Arabistonga berib kelishiga qulay fursat yaratilgan. 24-sentabr Pokistonning shimolida 5.8 bal yertavrash bo'lib, hukumat mas'ullarining bergan ma'lumotlarida yertavrashda 30 kishi hayotidan ayrilgan, 500 dan ortiq kishi yaralangan, uy imoratlar o'rilib, yo'llar yerilib ketgan. Pokiston davlatlik yertavrash tadqiqot markazi tomonidan e'lon qilingan bayonotda, yertavrash markazining Mirporning sharqi-janubi tarafidan 1 kilometr uzoqlikda, yer yuzidan 10 kilometr cho'nqurlikda, poytaxt Islomobodga 119 kilometr keladigan joyda yuz berganligi, Lahor shahrida shundaqla Hindistonning ba'zi shaharlarida yer tavrganligini his qilganligini bildirgan. Shundaqla bugun, ya'ni 2019-yil 9-oyning 26-kuni yertavrashni tekshirish maxsus organining e'lon qilgan sonliq ma'lumotiga asoslanganda, Istanbul vaqti tushdan keyin soat 2 da Istanbul Silivri qirg'oqlari atrofida 5.8 bal yertavrash yuz bergan. Bu vaqt e'lon qilingan bayonotda yertavrash markazining Marmara dengizi ekanligi va tavrash darajasining 5.8 bal ekanligi bildirildi. Tavrash darajasining yuqoriligidan kishilar ko'chalarga chiqib ketdi.
Duman. Ciddi hasar var mı içeride? Yani çökmeye başladı, kaçtık hafiften. Kalktınız hemen Can abiyle kendinizi dışarı Sormayın attınız. nasıl kaçtık, nasıl kaçtık? Şu an konuşmakta bile zorluk. Ya hala etkisindeyiz. Bayağı fena oldu. 2 kere hissettim ben. Siz o ikinciyi hissettiniz Ya mi? kaçtık, alttan vurdu, deprem dedik, bayağı bir vurdu. Zaten tavanlar çökmeye başladı, bir is bulutu, kaçtık. Tüm avcılara, tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum öncelikle. Biz avcılarımızda yıkılan bir cami minaresinin önündeyiz. Çok şükür bu yıkılma nedeniyle bir can kaybı yok. Bir yaralanma yok. Şu ana kadar elimize gelen bilgide de avcılarımızda başka bir yıkılma haberi yok. Sadece bir yurttaşımız panik nedeniyle ikinci kattan atlamış ve ayağı kırılmış bilgisi var. Çok şükür yaralama, ağır yaralama olmadığı yönünde. İnşallah bu bilgi değişmez. Bu bilginin doğruluğunu teyit etmek için tüm ekiplerimiz avcıların dört bir yanında araştırmalar ve çalışmalar yapıyor. Fakat bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum şimdi. Bugün şu an aslında 99 depremiyle bu halleri ya da bu ruh halini biraz yaşamıştık. Deprem oldu, çok can kaybettik ve dedik ki binalarımız sağlam değil, yapalım. 20 yıl geçti, gerekli çalışmalar eksik yapıldı ya da yapılmadı. Artık 20 dakika kaybedecek zamanımız yok. Charchaganda esnash kishini rohatlantirib qolmasdan cho'ng mengiga oksigen yetishmaslik ahvolini yaxshilaydi. Lekin ba'zi ahvollarda doim esnash qisman kasalliklarga giribtor bo'lganlikning signal bo'lishi mumkin. Esnash cho'ng meng hujayralaringizning oksigen sumirishiga yordam qiladi. Uzun mezgil charchab ishlaganda yoki uyqu kelganda esnasangiz hordiqingiz chiqqandek bo'lib qolasiz. Ruhingizmi ko'tarilib qoladi. Undaqda odam nima uchun esnaydi? Amaliyotda esnash odam badanining bir xil qo'g'dash funksiyasi. Mengi to'qilmasining aslida oksigen saqlash iqtidori yo'q. Ammo mengi to'qilmasi metabolizmi asosligi shakarning oksigenlik oksidlanish energiyasi bilan ta'minlanishiga ehtiyojli. Shunga mengi to'qilmasi shakar kamchil bo'lish va oksigen kamchil bo'lishga nihoyat sezgur. Odam uzoq muddat yeb himoya turganda yoki og'ir darajada uyqu yetarlik bo'lmaganda meng hujayralari og'ir oksigen yetishmaslik holati turadi. Esnash harakati orqali texmi ko'p karbon oksidini ajratib chiqarib, qondagi oksigen miqdorini oshirib, meng hujayralarining oksigen yetishmaslik holatini yaxshilag'ili bo'ladi. Tövandagidek yetti xil kasallik odamni davomli esnatadi. Shunga bek ko'p esnagan vaqtingizda cho'qim doktor ko'rinishni unutma. Meng sektisi yoki meng o'smisi, yurak qon tomir kasalliklari, qo'zg'alishchan uyqu kasali, ko'p o'rinda paydo bo'ladigan qaytishish, uyqu, nafas vaqtliq to'xtash yig'indi kasallik alomati, tutqoqlik kasali, jigar zaiflashish qatorliqlardan iborat. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Görüşkice aman bulunlar. Hayır hoş. Allah emanet.